O'tmishim men ishongan, sevgan va qadrlaganimdan afsuslangan odamlar bilan to'la. Men noto'g'ri odamlarga ishondim, hafsalam pir bo'ldi. E'tiborga arzimaydigan insonlarni qo'limda ko'tardim, qadrsizga aylandim. Noto'g'ri odamlarni sevdim, hech qachon sevilmadim. Bilib bo'lmas ekan do'stlar, boshida kim qandayligini bilolmaysiz. Ular hayotingizga shunday kirib keladiki, ishonmaslikning iloji yo'q. Chiroyli jumlalar, quruq va hech qachon bajarilmaydigan va'dalar, berilgan umidlar. Ko'rib turganingizdek, biz ularning barchasiga ishonamiz. Ustiga ustak, agar ko'ngli bo'shlar turidan bo'lsangiz, ular bundan juda yaxshi foydalanishadi. Qalbingiz chilparshim bo'lganidan keyin sevmasligingiz kerak bo'lgan odamni sevganingizni tushunib yetasiz. Xayollaringiz sovun ko'pigidek birma-bir yorilganidan so'ng ishonmasligingiz kerak bo'lgan odamga ishonganingizni anglab yetasiz. Lekin juda kech bo'ladi. Shuning uchun men kechirmaydigan odamlarning soni juda ko'p. Bir paytlar, ey Allohim, bu bandalaring menga ko'p ozor yetkazdi. Qilgan yaxshiliklarim uchun pushaymon qilishdi. Men ularni kechirdim, lekin sen ularni kechirma deb nola qilgan edim. Keyinroq o'ylab qoldim. Shusiz ham bu dunyoda yetarlicha harakat qilib, qimmatli vaqtingni bu odamlar uchun boy berib bo'lgansan dedim. Ularning yuzlarini ko'rish, ismlarini yana eshitish u yoqda tursin. Nega endi narigi dunyoda ham ular bilan ovora bo'lishing kerak? Kechir Xudoyim, meni kechir. Men ularni kechirdim. Sen ham ularni kechir. Men ulardan roziman. Faqat sen ularni kechir. Hamma meni kechirganim uchun ahmoq deb o'ylardi. Lekin ularni kechirish bu ulardan olgan eng yaxshi qasos ekanligini bilishmasdi.